va nihoyat telefon olaman. Ketdik. Biz bugun telefon olish uchun Malikaga keldik. Mana shu odam bilan birgalikda. Assalomu alaykum. Qanaqa telefon olganim muhimmi? Unda videoni oxirigacha ko'ringlar. O'rtoqlar, bugun sizlarning yordaminglar bilan 230 mingta bo'lganligimiz sharofati bilan ma reklamadan tushgan hamma pullarni yig'ib, to'plab, kvartiramga berdim, uning ichida produktlar qildim, uyga chiqardim, kreditlarimga to'ladim. Lekin shunda ham Alloh barakamizni berib, sizlar qo'llab-quvvatlashinglar orqasidan men bugun telefon oldim. Telefon tanlash oson bo'lmadi. Magazin yuraverib qornim ochib ketdi. Keyin bo'lsa o'tkir aka menga hot-dog bilan energetika eridi. Qornimni yaxshilab to'ydirib olganimdan keyin uchovlon yana biz telefon qidirishni boshladik. Qidirib bitta magazinga bordik. U yoqda yuragim jiz qilgan telefonni ko'rib qoldim. Oradan men mikrofon olmoqchi bo'ldim, lekin pulim yetmas ekan. Allohga shukrlar bo'lsinki, telefonga pulim yetdi va endi men o'zimning telefonimda, shaxsiy telefonimda sizlar uchun kontent olaman. Men qadrli yuvimchiklarim, shuncha payt Androidda ijod qilib, biz 230 mingta bo'ldik va sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar orqasidan men bugun 14 Pro oldim. Sizlar yaxshi ko'raman, qadrli yuvimchiklarim. Endi kontentlarni yana ham zo'rlashtirib, yana ham bomba qilib, yana ham auditoriyamizni kattalashtiramiz. Hammalaringga rahmat, men qadrli yuvimchiklarim.